Ha, tinchlikmi? O'xshamoqda-da. Nima qilish kerak endi buni? Jamoani ahvolini qarang. Nima qilibdi jamoaga? Dam olaylik biz ham. Choyxonaga boraylik. Yaxshi yashaylik biz ham bunda. Qo'limiz qarang, moyga botgan yuzimni qarang. Nima qilibdi qo'ling qora bo'lsa? Zato halol ishlab topyapsan. Dam olaylik deyman. Choyxonaga chiqaylik. Olamiz bir kundan. Atverkani uzatmang-a. Bitta ishing o'xshamasa darrov siqilish kerakmi shunga? Bu ham o'xshamoqda-da. O'xshaydi xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Savat qil shogird. Qachongacha endi? Usta, Sparkni ko'rib bo'ldim. Ishi qolmadi. Aha. Shu desangiz bir javob berasizmi demoqchi edim. Kechga bolalar bilan o'tirishim bor edi. Ha, o'zi isham tugab qoldi. Bitta zavat qorchi buni, ko'raylikchi. Usta ko'rdingizmi? Даже shogirdlar ham dam olishga ketyapti. Bizani qarang, qo'limizni qarang. Hozir relsdan faqat choyxona chiqyapti, osh chiqyapti, go'sht chiqyapti. Boraylik biz ham. Dam olish qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi usta. Mazza qilib dam olib keldik. Zo'r choyxona ekan, ovqatlari ham zo'r ekan. Ta'mlariga gap bo'lish mumkin emas. Aha. Biz ham bir borsak bo'lar ekanda. Ana Mataris ekan, shundoq jonimga tegdi, shundoq jonimga tegdi. Bo'ldi aka, boramiz. O'sha yerdagi ishchi bilan zo'r bo'lib oldim. Bo'pti, unda harakatingni qilgin. Ertaga vaqtini o'zim aytaman faqat. Faqat ertangi ishlarni bugun tugatib tashlashimiz kerak. Bo'ldi, usta. Menda nomeri bor, telefon qilib aytib qo'yaman. Kevassalam o'zi.